Bloger Nabi, ya'ni Mahliyoni sarpalari uchun yasalgan sarpa setimizni bugun sizlarga obzor qilib beraman. Juda ham ko'p mijozlarimni qo'ynidan joyigan xameleon Julietamizadan yasadik uлагam, juda ham asal turadigan variant. Ikkitali abaduk qizlar juda ham chiroyli turadi. Ko'p kiyimlar bilan moslab ketaverasizlar. Bu yoqda jemchukli abadugimizni ham ko'p narsa bilan moslab taqib ketaversanglar bo'ladi. Bir xil rangda bo'lib qolmasin deb havorang diadamamizadan qo'shdik. Bu setkali abadugimiz hijobli, hijobsiz qizlarimiz uchun ham chiroyli turadigan variant. Bu diadamamizni hijobli qizlarimiz juda ham ko'p olishadi, lekin vobshe asal turadi. Barcha bitta diadamani ikkita uchta kiyimga moslab taqib ketirish uchun tillarang va oq ranglardan ko'proq foydalandik. Mana hijobli qizlarimiz ko'p so'rashadi, qanaqa variantlarni tavsiya qilasiz deb, men sizlarga shu 3 ta variantni tavsiya qila olaman. Birinchi bug'doyli abadugimiz, ikkinchi tillarang abadugimiz, uchinchi mana shu zanjirli oq abadugimizni tavsiya qilaman. Buni har xil ranglardan qizlarimiz, hijobli qizlarimiz tindirmay zakaz qilishyapti. Ko'rinishi oddiy, lekin luklarni ochib beradigan, juda ham ko'p kiyimlar bilan mos tushib ketadigan tillarang abadugimizni ham sizlarga tavsiya qila olaman. Bu pushta abadugimizni ko'rinishini oddiy deyaolmayman, juda ham bagati turadi. Sizlarga shu abadugdan bitta zakaz qilsanglar hech qachon afsuslanmaysizlar. Turgan diademalarni har xil rangda kiyimlarga moslab qilib beramiz. Agar videoni shotgacha ko'rgan bo'lsangiz, profilimga kirib ko'rishingizni maslahat beraman, chunki profilimda bundan ham chiroyli assortimentlar bor. Sizlarga Mahliyoga eng ko'p yoqqan aksessuarimizni ko'rsataman. Shu aksessuarimiz juda ham yoqdi, o'zlari yaxshi ko'rib tanladilar. Tanlarda ham juda ham yarashibdi.